Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bizda Hilol Med klinikamizda yana bir xursandchilik. Jonpo'lat aka kelganlar Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahridan. Bu kishi Parkinson kasalligi titroqli regiz shaklidan kelganlar. Bemor 2019-yildan beri qo'llarida sekin-asta qaltiroq boshlangan. Oradan 6 yil o'tgan, lekin bemorga deyarli tashxis qo'yilmagan. Bizga kelganda Parkinson kasalligi tashxisini qo'yib davoladik. Bemor kalta qadam tashlab yurganlar. Bizlar davo muolajani boshladik. Allohning inoyati bilan bugun masalan 9-kun davo muolajalari inshaalloh ertaga javob beramiz. Kelganlardagi oldingi videolarni ko'rasiz. Qaltiroq juda kuchli edi. Deyarli qaltiroq 70-80% kamaygan. O'zlariga o'zlari xizmat qilyaptilar, o'zlari kiyimlarini kiyib, bemalol ovqatlanyaptilar. Jonpo'lat aka, kelganingizda qanaqa edingiz, hozir qanaqa, hammasini aytib bering. Men bu klinikaga kelganda, sizlarga klinikaga kelganda, ko'rib, nachar ahvolda keldim men. Mening kuchimda yo'q. Yeni bo'yim titrab, qachilib o'tiribman. Da shu Xudoga shukr, hozir chuyin o'tganda Ahmad darigarimizga, anam kollektiviga cho'q razılık bildiraman. O'sha hozirgi bosqanim yengilib qoldi, yeni bo'yim tushirdi. Hozir yaxshisiz ancha. Kelib o'zimga yinib, o'zim chechinib deganday, hozir yaxshi ahvolim. Yaxshi. Hozir o'zingiz mustaqil ovqatlanyapsiz, mustaqil o'rningizdan turib, kiyinib, hammasini o'zingiz qilyapsiz-a? Barini o'zim qilyapman. Kelganingizda o'g'lingiz yordam berardi sizga. Yordam beryapti. Hozir yordam bermayaptimi? Yo'q, mumkin prosedurada men o'zim kiyinib, o'zim chechim. Bizni klinika, bizni xizmatlar, vrachlar yo'qdimi bizni klinika sizga? Ayamay yoqdi. Shunday turishni kollektiv ekan. Andan keyin suluq mamili. Yaxshi. Endi o'g'illardan so'raymiz, kelganda qanaqa edilar, hozir qanaqa, hammasini o'zlari aytib beradilar. O'sha biz bu yoqqa kelgan sababimiz o'sha atam Parkinson o'risimen o'rchu, denesi bukroyib, betimda tirishib, bilesiz-ku Parkinson priznaklarini. Men o'sha Bishkekdan taqirmda bir yaxshi bir Parkinson bilan ishlagan bir vrach, doktor topolgan jo'qmiz. Anan shunday Hilol Med jönde o'qib qoldik. Bishkekda bir ejekemiz o'sha darilanib ketdi. Abdan maqtaganda bu yerning rezultati yaxshi deb. Men o'sha 15-martda keldik. 15-martda kelib o'sha darilanib solishtirmalı bir 3-4 gün içinde rezultatını görüp başladık. Özünü tüz qarmap başladı, qaltırağı, qol qaltırağı tinçlandı. Men öz xizmatını özü qılıp qaldı, özü giyinet, çeçinet. Baganda beti жылмайып, gülüp qaldı, настроениясы жақсы болып қалды, көңілі көтеріп, манайы жақсы. Мен ушу Hilol Med'den қызматкерлері, докторлары абдан жақсы адистер екен. Сілерге чоң рахмат, Алла разы болсын. Дағы не деп айтарым? Результат абдан жақсы. Результат жақсы. Sizga o'xshagan, otangizga o'xshagan kasallar, Parkinson kasalligi kelgan bemorlarga tavsiya qila olasizmi? Shu tavsiya. Rekomendatsiya beremiz. Antkeni biz rezultatni o'zimiz ko'rdik. Mana 9 gün murun ата озганда эле, эми азыр атам абдан сонунда. Yaxshi. Yaxshi. Siz oxirgi paytlar o'zingiz ko'tarib o'tiriblardingiz, o'zingiz yo'qlardingiz-a? Ооба, өзү bu акыркы убакта ошо өзү тура албай, өзү эмет калганда бирөөнүн жардамы керек болчу. Азыр Кудайга шүгүр, өзү турат, өзү басат, өзү кийинет, өз оокатын кылып жүрө берет. Agar siz va sizning yaqinlaringizda Parkinson kasalligi bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bog'lanib, bemalol bizning klinikamizga kelib davolashingiz mumkin.